Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kambag'al bechora miskinlarga qattiq gapirmanglar. Ular jannatda sayyidlar va sayyidalar bo'ladi der edilar. Haqiqatan jannatning juda katta qismini miskin, kambag'al, g'ariblar tashkil qiladi. Dozoq esa mutakabbir, o'zidan havolanganlar joyidir. Biz g'arib desa puli yo'q, moddiy qashshoq odamni, mutakabbir desa hech kimni mensimaydigan boyni tushunamiz. Ammo haqiqiy g'aribning 3 ta sifati bor. Ularning adadi oz bo'ladi. Haq kelganda zarariga bo'lsa ham uni qabul qiladi. Ahli qiblani birortasini kofir demaydi. Mutakabbirda shularning aksi. O'z qadrini boshqalardan ustun qo'yadi. Haq kelsa qabul qilmaydi. Mutakabbirlik kambag'alda bo'lish ham mumkin, boy bo'lib esa g'arib bo'lish ham mumkin. Ramazonning 21-kunida biz mana shunday g'arib, kambag'al, haq kelganda jonini evaziga bo'lsa ham uni qabul qilgan bir ayol haqida so'zlaymiz. Sumayya binti Hayyot yoki binti Hubbat. Onamiz Sumayya islomdagi birinchi shahid. Islom kelganidan keyin birinchi bo'lib jannatni qo'lga kiritgan ayol. Ummat Fir'avni Abu Jahl qo'lida shahodat topgan ayol. Sumayya onamiz Abu Huzayfaning cho'risi bo'lib, Bani Mahzum uchun xizmat qilib yurardi. Yamanlik Yosirga nikohlangandan keyin Abu Huzayfa uni ozod qiladi. Ulardan Ammor roziyallohu anhu dunyoga keldi. Rasulullohga nubuvat kelganidan keyin Ammor roziyallohu anhuning otasi Yosir barcha kabi Muhammadning payg'ambarligi haqidagi gaplarni eshitadi. O'g'li Ammorga borib uning gaplariga bir quloq solchi, nima deyapti ekan deya Ammorni Arqam ibn Abi Arqam uyiga yuboradi. Ammor roziyallohu anhu Arqam hovlisiga kelsa, eshik oldida Suhayb Rumiy turgandi. Ammor undan bu yerda nima qilyapsan dedi. Suhayb ham o'zing nima qilyapsan deya bir-biriga sir bermadi. Chunki ish juda xatarli. Kimdir musulmon bo'lsa boshiga misli ko'rilmagan kunlar kelyapti. Shunda Ammor tavakkal qilib, men Muhammadni nima haqida gapirayotganini eshitish uchun keldim dedi. Suhayb Rumiy esa, Allohim, shuni ertaroq aytsang bo'lmaydimi? Men ham shuning uchun keldim deya ikkalasi birga kirdilar. Rasululloh alayhissalom ularga bir nechta oyatlarni o'qib bergan ediki, ular darrov islomni qabul qildi. Ammor ibn Yosir uyiga borib musulmon bo'lgani, ota-onasi ham bu dinni tezroq qabul qilish kerakligini aytdi. Shunda onasi Sumayya Muhammadni yolg'on gapirganini ko'rmaganmiz. Etagini mahkam ushla deya ular ham musulmon bo'ldilar. Yosir oilasining islomi Bani Mahzumga yetib bordi. Abu Jahl ularni kun tikiga yetganda toshlab qolib chiqib azoblay boshladi. Ammo bu oila islomda sobit turib berdi. Qachonki Rasululloh alayhissalom ular azoblanayotganda oldilaridan o'tarkan, sabr qiling ey Yosir oilasi, sizlar uchun jannat va'da qilindi derdi. Rasululloh va musulmonlarning qo'lidan boshqa hech narsa kelmasdi. Hech narsa qila olmasdilar. Mana shunday azoblarning birida yana Rasululloh ular oldidan o'tayotib, onamiz Sumayya olov bilan azoblanayotganini ko'rdi. Rasululloh yig'ladi. Sahobiyasi, ayol kishi, zaifa, himoya qiladigan hech kimi yo'q. Rasululloh olovga qarab, ey olov, Ibrohimga salqin va salomat bo'lganing kabi bu oilaga ham salqin bo'lgin dedi. Ertasi kuni Ammor roziyallohu anhu Rasululloh oldilariga kelib, yo Allohning payg'ambari, qiylanib ketdik. Biz uchun azoblarning eng og'irlari qo'llanilyapti deya shikoyat qildi. Shunda Rasululloh duo qildilar. Parvardigorim, Yosir oilasidan birortasini dozoq o'ti bilan azoblamagin. Abu Jahl onamiz Sumayya oldiga kelib, kuyovi Yosirga eshittirib shunday dedi. Ey Sumayya, sen Muhammadga iymon keltirmagansan. Sen Muhammadning chiroyiga oshiq bo'lib qolgansan. Yosir, xotining Muhammadga oshiq bo'lib qolibdi deya hamiyatiga tegdi. Abu Jahl musulmonlarni eng iflos so'zlar bilan haqorat qilardi. Onamiz Sumayya esa faqat Allohning sherigi yo'qdir, Allohning sherigi yo'qdir degan so'zdan boshqa gap aytmasdi. Mana shunda Abu Jahl Sumayya onamizning oyoq qo'llarini 4 tomonga tuyaga bog'latib torttirdi. So'ng nayzani olib onamizning nomusiga qarab sanchib oldi. Allohning la'nati bo'lgur. Sumayya onamizning pokiza qoni hali yerga singmay turib, ruhi jannat eshiklarini qoqdi. Sal turib kuyovi Yosir ham shahid qilindi. Bu oila jannatning eng yuqori darajasi Firdavsul a'loni qo'lga kiritdilar. Qiyomat kunida bu oilaga Rasulullohning o'zi guvohlik ko'tadi. Hech qanday hisob-kitobsiz, hech qanday mashaqqatlarsiz jannat ekinzorlariga qadam bosadigan birinchi oila bo'ldi.
Islom tarixida nechta shahid o'tgan bo'lsa, hamma shahidning savobidan onamiz Sumayyaga ulush bor. Quyida onamiz haqida yozilgan she'r bilan mavzuni jonlantirsak, marhamat bir tinglab ko'ring. Ko'zdan uyqum qochib, qoq yarim tunda, saodat asriga eltadi xayol. Ko'z oldimga kelar daf'atan shunda, ikki tuya aro bog'langan ayol. Bir tuyaga edi sho'rliq ayolning, bir oyog'i birla bir qo'li bog'liq. Boshqa bir tuyaga ikkinchi qo'li oyog'i bog'liqdir, og'riq nechog'liq. Tuyalar haydaldi bir-biridan uzoq. Oyoq qo'llar eyvoh majbur kerildi, so'ngra vaqtinchalik to'xtadi qiynoq, ayolga shu qadar azob berildi. Abu Jahl topib bu holdan huzur. Ayolning qoshida jilmayardi shod, og'riqlar dastidan bo'lsa-da mag'rur, Sumayya chidolmay ko'tardi faryod. Tuyalar joyiga qaytarildilar. Ayolning bo'shashdi oyog'i, qo'li, so'zlashga kirishdi Abu Jahlning o'zidan-da jirkanch kirlangan tili. Afsus, u zabondan sochilmadi bol. Xo'sh, qalay Sumayya qildingmi mazza? Azob uqubating tugaydi darhol, Muhammadni inkor qilganing lahza. O'lsam ham men uni qilmayman inkor. Shu bo'ldi Sumayya aylagan javob. Abu Jahl qilgach ishora bir bor, tuyakashlar yana berdilar azob. Yordam bera olmadi na eri Yosir, yovdan qutqarmadi na o'g'li Ammor. Bu vaqtda ular ham g'am chekib axir Sumayya yonida chekardi azor. Azob chekar edi butun bir oila. Dasht ichra dasht nomi atalar ramda, bir kuni qalblarda cheksiz dard ila yo'llardan o'tdi rasulim g'amda. Sabr qilinglar ey Yosir oilasi. Sabr qilinglar ey Yosir oilasi, dedilar. Sizlarga mukofot jannat, sabr qilinglar ey Yosir oilasi. Shu on qum ustida sudralayotgan Sumayyaning yori Yosir chekib dedi. Zamon doim zo'ravonniki bo'laveradimi yo Rasululloh? Bu savol javobsiz qoldirildi-lek. Allohga yolvorib asta ushbu dam Yosir oilasidan rahmatingni darig' tutma Alloh, dedi Rasul akram. Yosir oilasining eng so'nggi kuni. 4 jon qiynalardi juda ham yomon, og'ir, hatto qilmoq tasavvur buni, ketardi dod faryod sasi har tomon. O'g'illari Ammor va Abdulloh hamda eri Yosir sherik dard borasida, bog'lanib Sumayya qolgandi g'amda, ikki tuyaning naqd orasida. Sharob to'la kosani bo'shatgach Amir dedi: "Sen bu dinga qo'yding muhabbat. Chunki oshiq qilgan Sumayya axir seni din keltirgan o'shal Muhammad." Sumayya netardi, ojizi edi. Tanasi avvalgidek rostlana olmasdi. Faqatgina olchoq, uyatsiz dedi. Uning yuzlariga tupura olmasdi. Abu Jahl birdan bo'lib darg'azab, qo'ldagi kosasini otgancha yerga, xizmatkorlariga aytdi ataylab, tuyalarni savang botgancha terga. Tuyalar shundayin savalandiki, ular jon holatda yugurgan mahal Sumayyaning tani bo'lindi ikki, unga jannat edi juda ham maqtal. Shunda ham tinchimay it Abu Jahl eng mahram joyiga sanchidi nayza, jon berdi-lek bo'ldi jannatga dohil, go'yo yer va osmon tutdilar aza. Sumayyadan keyin mahrami Yosir haqning rahmatiga asta qovushdi. Shahidlik sharobin ichgancha oxir issiq qoni oqib oxir sovushdi. Bizchi nima qildik dinimiz uchun? Garchi hech kim yo'qdir savalagani, qo'rqib zindon yoki surgundan nechun umr tikdik jonni avaylagani. Ojiz ummat bo'lib qolganimizdan kofirga mo'minning qoni haloldir. Ilm olmoqlikdan tolganimizdan nusratga erishmoq amri maholdir. Erkaklarda yo'qdir nomus hamiyat. Oqsoch bo'l deb qilar ayolni da'vat, bo'ldik tarozisi buzuq jamiyat, biz xotin zotini xo'rladik faqat. Biz Yosir bo'lolsak xotinlar albat Sumayya bo'lishga shaylanajakdir. Abu Lahab bo'lsak ular ham faqat ummu jamillarga aylanajakdir. Keling aylamaylik ayolni tahqir, aytib g'arbliklarning fahsh latifasin, erkak emas ayol bezagan axir, shahidlik daftarin ilk sahifasi.